Siz uyingizga mini zal yasatirmoqchisiz va bunga qancha pul sarflashni bilmayapsizmi? Power Gym mutaxassis sifatida sizga tekinga maslahat beraman. Men beradigan maslahatlar bo'yicha uyingizga mini zal yig'adigan bo'lsangiz, ham qimmatli vaqtingizni, ham pulingizni tejab qolasiz. Narx belgilashdan oldin zal qilayotgan xoningizni razmeriga qaraladi. Trenajyor xarid qilishdan oldin xoningiz razmerini o'lchab olmasangiz, emotsiyada o'zingizga kerak emas bo'lgan trenajyorlarni xarid qilib, pulingizni sarflab qo'yishingiz mumkin. Misol uchun 30 kvadrat xona bo'ladigan bo'lsa, ikki qismga bo'lib olamiz. Birinchi qismi kardio zona bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qismi silovoy zona bo'ladi. Kardio zona uchun ko'p xarajat ketmaydi. Faqat tezligi balandroq bo'lgan begovoy doroshka xarid qilishingiz kerak. Yoki bo'lmasam yosh kattalar uchun liji trenajyor ham xarid qilsangiz bo'ladi. Bu sizga og'ir mashqlardan keyin yollarni eritishga ham yordam beradi. Silovoy zonaga keladigan bo'lsak, bizda ko'p funksiyali silovoy trenajyorlarimiz bor. Bu silovoy trenajyorlarni yoniga qo'shib, press stol yoki ganteli to'plamini ham xarid qilsangiz bo'ladi. Bu sizga umumiy zallarda qilish mumkin bo'lgan mashg'ulotlarni uy sharoitida ham qilish imkonini beradi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu sizning tanlovingizga qarab 25-30 milliondan boshlab premium segmentda zal yig'amansiz 100 milliondan ham oshib ketaveradi. Agar siz ham uyingizga shunaqa mini zal yasatirmoqchi bo'lsangiz, Power Gymga ishonsangiz bo'ladi. Sababi biz xonadonlardan tashqari hattoki davlat tashkilotlariga ham trenajyorlar o'rnatib berganmiz. Showroomimizga tashrif buyuring yoki pastdagi raqamlarga bog'laning.